Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli bizni kuzatib borayotgan aziz tomoshabinlar, biz mana 14-15 iyun oylarida, ya'ni iyun kunlarida mana jamoamiz bilan, rejissyorlarimiz bilan birgalikda Parvoz film jamoamiz tomonidan o'tkazilgan kastingni o'z nihoyasiga yetkazib, ishimizni boshladik. Biz bu kastingdan asosiy maqsadimiz yangi yuzlar, yangi aktyor, aktrisalar shularni kashf qilish va ularni ijodiy jamoamizga, ya'ni ijodiy boshlayotgan proyektlarimizga, serial kinolarimizga jalb qilish edi. Bu maqsadimizga birgalashib yetdik Parvoz film studiyasi tomonidan va kasting jarayonlaridan olingan video lavhalarni o'zlaring kuzatishlaring va biz to'g'ri tanlov qabul qilganmizmi, yo'qmi, ularga fikrlaringni bildirishlaring uchun biz videolarimizda, ya'ni o'sha ishtirokchilar tomonidan ijro qilingan rollarni birma-bir YouTube kanalimizga joylab boramiz. Videomizni so'ngida YouTube kanalimiz silkasini qoldiramiz. Ana shu yerga kirib, bizni qo'llab-quvvatlab, o'zingizlar ham fikringizni berishinglarni so'rab qolamiz. Biz kastingni nimaga o'tkazdik? San'at, ya'ni kino, aktyorlik mahorati pulga sotib olib bo'linmaydi. Bu Alloh tomonidan yuqtirilgan narsaligini isbotlash uchun, haqiqiy yurakdan san'atga mehr qo'yganlar bilan ishlash maqsadida kasting o'tkazdik. Biz ham mana shular qatorida bo'lish uchun harakat qilyapmiz. Xudo xolasa, bu biz baho berayotganimiz bu kadr ortida baho beramizda. Biz bilan birgalikda mana shu ishtirokchilarimizga baho bersanglar xursand bo'lardik. Ya'ni 1 balldan 5 ballgacha bo'lgan bahoda kommentariyaga kirib, deylik masalan falonchiga 5 ball, falonchiga 4 ball. Sizlar ham o'z fikringizni qoldirsanglar, bu kastingimizga qo'yilgan baho ularni ichidan tanlab olganimiz shaffof o'tganligi isbot tariqasida bo'ladi. Ana shundan keyin ichidan tanlab olgan aktyorlarimiz bilan birgalikda ssenariylarimiz ostida kinofilmlar, kinossenariylar, qisqa metrajli filmlarni tasvirga olib boramiz va ular bilan ham birgalikda ish boshlaganimizni videosini joylab boramiz. Mana rejissorimiz. Biz nima deysiz? Katta maqsad oldimizga qo'yib ish boshladik. Bu maqsadga birgalikda mana shu Parvoz film jamoasi ostida erishamiz degan umiddamiz. Biz ijodni boshladik. Ijodimiz sizlar uchun, muxlislar uchun, tomoshabinlar uchun. Bizni kuzatishda davom etinglar va baho berishlaring ham bizning ijodimiz uchun bu juda katta kerak bo'ladigan narsa, muhim biz uchun. Qani bizlar to'g'ri yo'ldamizmi? To'g'ri tanlov qilyapmizmi? Bular xalqqa tashladik. Xudo xolasa tomoshabinlarga. Ozgina chalkashliklar uchun uzr, charchagan holatlarda bo'lgan, 2 kun charchadik, boshqa. Endi mana o'zimizga kelib videoni joylashga tushdik. Xudo xolasa, siz tomoshabinlar uchun haqiqiy talantlar ostida zo'r lavhalarni, zo'r kinofilmlarni taqdim etib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Mana shu videoni ostidagi YouTube silkamizga kirib tomosha qilishingiz mumkin. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Biz bilan birga bo'ling. Biz sizlar bilan. Sog' bo'ling.